Haliyam meni mensimayapsanmi? Benz mashinasini o'zi ko'rganmisan umringda? Aytib qo'yay. Eski uyni garovga qo'ysang ham, meni balonimga ham bu puling arzimaydi. Lixoy, kuning yaxshi o'tayotganidan men ham xursandman. Menimcha seni bezovta qildim, g'alati gaplar gapiryapsan. Men senga nima haqida gapiryapman? To'g'ri, yaxshi o'qiding, menga yaxshi munosabatda bo'lding. Lekin bu bilan qorin to'ydirib bo'ladimi? Xo'p, aytchi, ikkimizdan qay birimizni hayotimiz yaxshi? Sen endi Hulkning bitta barmog'iga ham teng kela olmaysan. Bo'ldi, bas qil. Xursand bo'lsang bo'ldi. Men haqiqatni aytyapman. Aytgancha, sen hali uylanmagansan shunaqami? 35 ga kirgansan, hali ham qiz do'sting yo'q. Qanday achinarli. Mayli, xafa bo'lma. Ne oilasida bir cho'chqadek qizi bor. Balki u bilan tanishtirib qo'yarman. Qaydan ham salom berdim. Nima? Jahling chiqdimi? 15 yoshli bolaga o'xshayapsan. Xafa bo'lishingni qara. Bu ketishda diningni ham xor qilasan. Sal o'ylab, ish qilsingchi. Lixoy, men haqimda xohlaganingcha gapir. Lekin